Bu xil saxt xarakteri, yolg'on pozitsiya oxiri odamni munofiqlik qilib boradi. Rol elib yaşagan saxt xarakterli kişiler bolsa, haqiqiy o'zi bo'lib yashalmaganlar. O'zi bo'lib yashalmaganlar o'zidan voz kechgan bo'ladi. O'zidan voz kechgan odamda o'zi qarta ishonch bo'lmaydi, hatto o'zini kamsitadigan bo'lib qoladi. Allah Teala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a cemiyetdeki münafıkların tizimlikini ismi bilen bildirgen. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu münafıkların ismini özünün sırrını saklaydığı sahabe Huzeyfe'ye aytkan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ikinci urun basarı, adalet nemunusu boğan Hazreti Ömer Huzeyfe'den "Men şu münafıkların tizimlikide bağmı?" dep pat surap turattı. Yani Hazreti Ömer özü bilmeyi münafıkların qatarına kirip kalışını ensireydi. Acaba cennet bilen hoş bişaret verilgen Hazreti Ömer özünün münafıklar tizimlikide bulup kalışını ensireydi. Biz özümüzün münafıkların qatarından bulup kalışını ensirep baktık mı? Özümüz his qilmasdan münafıklığın süpüte tepilip kaldı mı yak mı? Özümüzde tekşirip baktık mı? Əfsuski köpünçimiz bu haqda oynayıp bakmadık. Çünkü biz münafıklığın nima ekanligini, adam qandaq işler bilen, qandaq sözler bilen, qandaq iş hareketler bilen, qandaq pozitsiya bilen özü bilmesden münafıkların qatarını bop qaldıqalıqını bilmeymiz. Əməliyyatda münafıqlıqның adamda beh sürüydigan tunji başlanış noktası var. Va şundaqla axırqı pellesi var. Yani cehennemning qariga tushadigan eng yuqori pellesi var. Masalan, münafıqlıq bazı adamlarda xushomatchilik bilan behlansa, yana bazı adamlarda meydansızlık bilan behlanadi. Yana bazı adamlarda bugungi darsimizda biz eskartmoqchi bo'lgan xarakteri yolg'onchilik shakllanish bilan boshlanadi. Shundaqla bu xarakterdagi yolg'onchilik bugungi kunimizda ko'pinchimiz yuqtirib olgan kasallarning birisi. Xarakterdagi yolg'onchilik qanday bo'ladi? Xarakterdagi yolg'onchilikning bir qancha ko'rinishlari bor. Masalan, o'zimizda yo'q hislarni boshqalarga bordek ko'rsatishga tirashish, qilmagan ishimizni qilgandek ko'rsatish va yoki qilmagan ishlarimiz bilan maqtanish va yoki boshqalarga yaxshiroq bo'lish yoki ularga arzimay qilishni ansirab, ularning e'tiboridan tushib ketishdan ansirab, o'zimizda yo'q hislarni bordek ko'rsatishga tirashish mana bu xarakterimizdagi yolg'onchilikning bir ifodasi. So'zimizdagi yolg'onchilikning oqibati og'ir, shundaqla mas'uliyati bo'lg'achqa nurg'ulgan kishilar so'zda yolg'on aytishdan saqlanadi. Lekin xarakterdagi yolg'onchilik insonning o'zi o'tirisida bo'lg'achqa, ya'ni inson o'ziga aytgan yolg'on bo'lg'achqa boshqalar bilinmaydi. Amaliyotda so'zdagi yolg'onchilik munofiqlikning faqat bir alomati bo'lsa, xarakterdagi, ish harakatdagi, pozitsiyadagi yolg'onchilik bo'lsa, munofiqlik boshlanadigan tunji uruqcha. Odamda munofiqlik mana mushxil yolg'onchilik bilan beh suriydi. Amaliyotda bu xil yolg'onchilikning boshqalar tarafidan surishchisi, mas'uliyati bo'lmagan bilan o'zi tarafidan va Alloh tarafidan surishchisi va mas'uliyati bo'ladi. Ya'ni bu xil yolg'onchilik, ya'ni insonning xarakterdagi, ish harakatidagi yolg'onchilik odamning ikkili dunyodagi huzurini buzadi. Chunki bu xil xarakter yetildirgan odam davomli boshqalar tarafidan hurmatlanish, boshqalarning e'tiboriga ilinish uchun xato deydigan yerda to'g'ri deydi, to'g'ri deydigan yerda xato deydi. Ya'ni boshqalar xohlagandek o'zi bo'lish uchun o'zining ko'nglidagi zid so'zlarda va pozitsiyalarda bo'ladi. Bu xil holat, bu xil pozitsiya, ya'ni odamning qalbidagi bilan so'zining birdek bo'lmasligi Qur'on Karimda munofiqlarning sifati shaklida bayon qiladi. Allah Teala Qur'on Karimda yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ular ig'izda qalbi yo'q gaplarni deydi. Yani qalbida o'shni xato deb qarasa, chatqi qilmaslik, e'tiborga ilinmay qilishdan qo'rqib, xatoni xato, to'g'rini to'g'ri deyolmay, shu so'ringa biqib, boshqalarning ko'ziga qarab, ular nimani yoqtirsa shuni deydi. Amaliyotda bu o'zimizni har xil gaplar bilan aldab baqsaqmi, o'zimizning xarakteri yolg'onchilikning yetilganligining bir isboti. Bu xil kasallar yuqumlanganlar o'zida yo'q narsalarni ba'dek ko'rsatman deb, o'zi bo'lib yashayolmay, saxt xarakterlar yashaydi. Amaliyotda bu so'zda yolg'on aytgandami ig'ir bir gunoh. Sahobalar Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan Allohga ishongan bir odamning qo'rqinchoq bo'lishi mumkinmi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mumkin deydi. Allohga ishongan bir odamning bexil bo'lishi mumkinmi? deydi. Payg'ambar alayhisalom mumkin deydi. Allohga ishongan bir odamning yolg'onchi bo'lishi, yolg'on bo'lishi, saxta bo'lishi mumkinmi? deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom la, yo'q, Allohga ishongan odamning yolg'onchi bo'lishi mumkin emas deydi. Ya'ni Allohga bo'lgan iymon bilan yolg'onchilik birga kelmaydi. Demak, Allohga ishongan bir odamda boshqa ayblar bo'lsa-mu qabul qilg'ili bo'ladi-yu, ammo yasalmalik, saxt xarakteri, yolg'on so'zning sodir bo'lishini aslo qabul qilg'ili bo'lmaydi. Shundaqla so'zda, pozitsiyasida va ish harakatda yolg'onchi bir odamning o'lgandan keyingi ahvoli texmi xatarlik bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom Mirojga chiqqan kechasi Jibril alayhisalom bilan bir turlik odamlarning qashig'iga keladi. Bu yerda bir odam o'ltirgan, yana bir odam qo'lida temir ilmak bilan u odamning ig'zidan tortib shunda azoblayotganligini ko'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu odamlar nima ish qilgan odamlar deb so'raydi. Jibril alayhisalom bular yolg'onchilar deydi.
Ya'ni so'zda yolg'onchi, xarakteri yolg'onchi, yasalma, o'zida yo'q narsalarni badek ko'rsatadigan, o'zi qilmagan ishni qilgandek ko'rsatadigan, ya'ni saxt xarakter bilan yashagan odamning oqibati mana shunday bo'ladi. Shundaqla ularning dunyodagi hayoti bo'lsa, nihoyat ochiq to'lgan bo'ladi. Chunki ular o'zida bo'lmagan narsalarni badek, posiq turib, taqvodek, yiliga turib, samimiydek yashag'achqa faqat ularning hayoti rol olgan, artistlik qilganlar bo'ladi. Hayotini bu xil rol elishdan o'tkazgan odam nihoyat charchaydi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom fa innas-sidqa tamaniya va innal kibba riba. Rostchilik bo'lsa huzur, yolg'onchilik bo'lsa bearamchilik, ruhiy azob deydi. Chunki rol elib yashagan saxt xarakterli kishilar bo'lsa, haqiqiy o'zi bo'lib yasholmaganlar. O'zi bo'lib yashamaganlar o'zini voz kechgan bo'ladi. O'zini voz kechgan odamda o'zi qarta ishonch bo'lmaydi, hatto o'zini kamsitadigan bo'lib qoladi. Ya'ni bu odam psixikalik jihatdan nihoyat og'ir kasallikka giribdor bo'ladi. Undan boshqa xarakterimizda yolg'onchilik yetildirish yoki so'zimizda yolg'on aytish yoki ish harakatimizda, pulsiyalimizda yolg'on aytish bizning rizqimizni kamaytiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda val kibbu yanqusur rizq. Yolg'onchilik, saxtalik rizqni kamaytirib o'tadi deydi. Ya'ni u yolg'onchilik so'zimizda bo'lsin, ish harakatimizda bo'lsin yoki bizning xarakterimizda bo'lsin, bularning hammasi bizning rizqimizni kamaytiradi. Eng xatarligi bu xil saxt xarakteri, yolg'on pulsiya, so'z bilan ish harakati birdek bo'lmaslik, mushundaq davomlashaversa, oxiri odamni munofiqlik qilib boradi. Chunki saxtalik qalbni kasal qiladi. Kasal qalbda bo'lsa, nifoq, ya'ni munofiqlik o'rin oladi. Shuning Qur'onda rostchilar tilg'alangan oyatdan keyinla munofiqlar tilg'alanadi. Alloh taolo Qur'on Karimda leziyallohu sodiqina bisidqihim va yu'azzibul munafiqina insha. Alloh taolo rasullarga rasul bo'lganligi uchun mukofot beradi. Munofiqlarni agar xolis azoblaydi. Ya'ni rasullarning qarama-qarshisida Alloh taolo munofiqlarni zikr qiladi. Chunki rasullikning ziddi, qarama-qarshisi bo'lgan yolg'onchilik munofiqlikning tunji boshlanishi. Shunga so'zimizga, ish harakatimizga yolg'onchilik aralashsa, tilimiz boshqa, qalbimiz boshqa bo'lsa, biz munofiqlik qadam qo'ygan bo'lamiz. Shuning uchun har birimiz o'zimizni qayta bir tekshirib chiqishimiz kerak. Hazrat Umardek men munofiqlikqa mengib qoldimmi? Yolg'on xarakter bilan o'zimni aldab, ish harakatim bilan yolg'onchilik qilyapamdim. Qilmagan ishlarimni qilgandek va yoki qilmagan ishlarim bilan maqtanishga tirishyapamdim. Bu xil holat menda bormi yo'qmi? O'zimizni bir qator tekshirib chiqishimiz kerak. Chunki jamiyatimizda har bir odam qilgan ish bilan faxr qiladigan, men millat uchun falon ishlarni qildim, sen nima qilding deydigan bir xil muhit shakllanyapti. Bu xil havo odamni saxt xarakteriga, yolg'onchilikqa, qilmagan ishlarni qilganda ko'rsatishga majburlaydi. Lekin biz shuni unutmaylikki, boshqalarga ta'na qilib, minnat qilib, riyo qilib tarvatgan cho'ng ishlarimiz va yoki atalmish millat uchun qilgan ishlarimizdan qalbimizni sap, munofiqlik tushib qolmay, samimiy holda yashaganligimizning o'zi katta ibodat. Chunki rostchilik iymondir, jannat yo'lidir. Yolg'onchilik bo'lsa nifoqdir, jahannam yo'lidir. Alloh taolo hammamizni so'zimizda, sharikatimizda, xarakterimizda va pulsiyalarimizda rost qalbimizni nim bo'lsa shuni deydigan ichi bilan teshi o'xshash haqiqiy mu'minlarning qatoridan qilib qo'ysin. Oxirida hammamizga Jaloliddin Mavlana Rumiyning tuvandagi so'zini tavsiya qilaman. Ya bo'g'iningdek ko'rin, ya ko'ringuningdek bo'l.